Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan xo'jayinim darsxonasini uborka qilamiz. Shu bahonada xo'jayinimning ishi ham haqida sizlarga tanishtirib qo'ymoqchiman. Xo'jayinim buncha ko'p musorlar chiqyapti, o'zi tozalab turasizmi deydiganlar chiqadi. Albatta, bu xonaga kuniga 50 ga yaqin bolalar kirib chiqadi. Shuning uchun bu yerda qo'rqmaslikning iloji yo'q. Xo'jayinim xorijiy tillarni Toshkentda tamomlagan, C1 sertifikatiga ega. Hozirda 100 tadan ortiq shogirdlar bilan ishlayapti. Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan gaplashib, tozalab ham oldim. Ustalarga achchiqqina choy berib kelgunimcha o'quvchilar ham kelib qolibdi. Mayli, sizlarni ham YouTube'ga tanishtirib qo'yay deb videoga ularni ham qo'shib birga oldim. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib